Assalomu alaykum agrotipik sog'lom a'zolari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz videomizni boshladik. Bugungi videomiz limon tagiga qilinadigan ozuqalar, qishki ozuqalar haqida va'da qilganimizdek, o'sha haqida bo'ladi. Biz uchun kerak bo'ladigan narsalar: ketmancha, qaychi va pors. Mana ichida magniy, molibden, sink, temir moddalari bor. Mana pors. Bizga amafos. Kalsiy. Nitrofos. Medni kuparoz. Va mana bu narsamiz, kaliy hisoblanadi, kaliy sulfat. Mana bu medni kuparoz, bunisi NPK 3/20. Mana shularni beramiz. Aslida mana buni ichida hozir nimaga berilmayapti? Karbonat mochevina. Hozir sostav ichidan karbonat mochevina, oltin gugurt berilmayapti. Mana shuning ichida 8 xil mikroelement bor. Aziz obunachilar, 20 grammdan solib chiqsak, bizga yetarli bo'ladi. Mana 20-40% bir haftani ichida, bir haftagacha limonni kamchiliklarni, mikroelementlarni hammasini taxlab beradi aziz obunachilar. Bunga qo'shimcha Baykal preparati, uni suvga solamiz. 10 litr suvga 25-30 gram. Aziz obunachilar, hozir sizlarga qanday sepish kerakligini inshaalloh ko'rsatamiz. Qani bismillah boshladik. Mana aziz obunachilar, hozir amafosni berishni boshlayman. Paketdan ochaman hozir. Ketgan vaqtlarda ochmaysiz inshaalloh. Bu amafos hisoblanadi. Kimdir super fosfat berishi mumkin, kimdir boshqasini berishi mumkin. Mana aziz obunachilar, mana bu piyola bilan bir piyolasi 200 gram hisoblanadi aziz obunachilar. Mana aziz obunachilar, mana qo'l bilan ushlanadi, mana sepiladi. Mana aziz obunachilar, mana girdiga, mana aziz obunachilar, mana girdiga polностью sepiladi. Xo'p, mana 20 gram nitrofosni qanday o'lchaymiz deb o'ylashingiz mumkin. Aziz obunachilar, aslida tushuntiraman hammasini. Mana bunaqa narsa topasizlar, mana. Mana aziz obunachilar, mana shu 20 gram hisoblanadi. Mana piyolani tag qismi to'ladi, mana aziz obunachilar, 20 gram hisoblanadi. Mana pastki tag qismi, mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu 20 gram hisoblanadi. Mana buni ham sepib o'ramiz. Xo'p, endi pors o'zi mana 200 gramlik hisoblanadi. Bundan ham 20 gram aziz obunachilar. Mana 20 gram o'shancha bo'ladi degan. Mana aziz obunachilar, bu ham past qismi, mana eng past qismi tagi bilan barobar bo'ladi. Buni ham sepib o'ramiz. Aylantirib sepib o'ramiz. Xo'p, keyingisi kaliy sulfat. Bu ham 20 gram aziz obunachilar. 20 gram mana bunaqa olamiz. Mana bu ham shu dozada, lekin bu 50 gram bo'lgani uchun bundan ikkitasi olinadi.
va 10 gram bo'lishi kerak. Bizda 50 gram bo'lishi kerak mana. 50 gram mana qancha bo'lishini ko'ryapsizlar. 50 gramni olib, qo'lda sepsangiz ham zarar qilmaydi bu narsa. Mana stvol qismiga sepiladi. Xo'p, keyingisi MPK 320. Bu 20 gram. Mana. Aziz obunachilar, 20 gram bo'ldi ichiga. Bundan ham sepamiz. Xo'p, keyingisi kalsiy vermishel. Mana, bundan ham 20 gram aziz obunachilar. Mana 20 gram. Bundan ham qo'lda olib, birdan sepamiz aziz obunachilar. Mana. Barisidan sepiladi aziz obunachilar. Yana takrorlayman. MPK 320, kaliy sulfat, amofos 200 gram, medni kuparos 300 gram. Bu kalsiy vermishel 20 gram va yakunda fos 20 gram. Endi qiladigan ishimiz mana qaychimiz bor. Pastki qismini ko'rsating. Mana pastki qismga mana e'tibor qilsangiz, yangi chiqargan novdalar bor mana. Olib tashlaymiz ularni mana. Mana bunaqa novdalar olib tashlanadi mana. Ziyoti novdalardan tozalanadi. Mana. Yuqoridan kelib ko'rsating mana bu. Mana. Hozir maslagan novdalarni ko'rsataman. Mana novdalar. Mana olib tashlanadi bunaqa novdalar. Aziz obunachilar. Mana. Mana. Stvol qismi tozalanadi aziz obunachilar. Stvol qismida hech narsa bo'lmasligi kerak. Mana. Stvol qismida mana olib tashlaydigan novdalarimiz. Sizlarda savol tug'ilishi mumkin, bular hosil berishi mumkin edi-ku, yo'q. Past qismga bizga endi hosil kerak emas. Bizda yuqori qismga ko'tarish boshlaymiz aziz obunachilar. Mana. Yangi chiqqan kichkina novdalarni barisini kesib tashlayapmiz. Mana. Ya'ni tag qismini ochyapmiz. Mana. Mana. So'gan ekan mana o'sib. Olib tashladik buni. Past qismda past qismni polnisni tozalab chiqamiz. Aziz obunachilar. Mana. Qayerda bo'lsa olib tashlaymiz. Past qism, mana past qism tozalanadi aziz obunachilar. Mana ketmancha, oddiy ketmancha. Ketmanchada mana. Mana. Mana aziz obunachilar. Ozgina 5 cm atrofida mana. Yumshatiladi aziz obunachilar mana. Sizlarga shu narsani ko'rsataman deb va'da qilgandim mana. Chuqurligini ham ko'rsating. Mana chuqurligi 5 cm ko'ryapsizlar? Mana 5 cm atrofida mana chop qilinadi. Mana даже ildiz chiqdi mana. Mana ko'rsating, mana ildiz chiqdi. Bu narsa hech qanaqa zarar bermaydi. Mana yumshatib, mana tag yumshatildi. Mana bunaqa o'tlardan tozalaymiz. Bular keyingi chiqmasligi uchun. Har qanaqa qamish, boshqa narsalardan tozalanadi. O'tlarni olib tashlaymiz. E'tibor qiling mana. Tagi yumshoqqina bo'ldi. Mana. Hosil bo'rligi uchun qilish qiyin bo'lyapti. Mana shu girdini polni saynab chiqamiz aziz obunachilar. O'zlaringiz hajmi kichkinagina dastachasi. Ruchkachasi kichkinagina. Mana. Mana aziz obunachilar.
yumshatish sana. 50 santimetrgacha yumshatamiz aziz obunachilar. Mana begona o'tlarni olib tashlaymiz mana. Aziz obunachilar, mana begona o'tlar olib tashladi. Tak qismi to'la bo'lyapti. Bu tomonga o'tamiz buni. Girdini polni sanab chiqamiz aziz obunachilar. Mana. Mana aziz obunachilar, mana begona o'tlar olib tashladi mana. Mana. Tak qismi tekislab qo'yiladi. Mana keyingi tomoni aziz obunachilar hosiliga e'tibor berasizlar. Keyin qilinayotgan ishlarga e'tibor berasizlar aziz obunachilar mana. Mana. Grizdan polni emas chiqaryapman. Tayini yumshatyapman aziz obunachilar. Ha, begona o'tlardan tozalayapman. Mana. Endi bu tomoni. Manda lumka yo'q. 5 yoshgacha bo'lgan limonlar lumkada bo'lish zarur. 5 yoshdan kattalarga kerak emas. Mana aziz obunachilar, begona o'tlar mana olib tashladi. Oddiy ketmoqchi ish quroli. Yo bismillah. Mana aziz obunachilar, limon tayi обработка qilindi aziz obunachilar. Mana. Amofos, kaliy, kalsiy, nitrofos, sulfat amoniya, porsning ichida nitrofos sulfat amoniya borligi uchun septik, MPK, oltin gugurt, medni kuparos, kalsiy vermishel, hammasidan karbonat mochvina hammasidan solib chiqdik aziz obunachilar. Mana tak qismi mana yumshatilgan mana. Mana dori sepildi. Endi bunga 2 chelak suv solamiz. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Bizda shlanka borligi uchun shlankada sug'orib olamiz. Hozir ko'rsatamiz. Aziz obunachilar, mana purkaysizlar. Mana aziz obunachilar, tak qismiga purkaladi mana. Ya'ni preparatlarimiz yutib o'rish uchun. Mana 2 chelak suvni o'sha yerdan oladi. Mana limonlarni ham limonlarni yuvamiz. Mana. Yuqori qismini ham yuvamiz aziz obunachilar mana. Limon cho'miltiramiz. Malol maza qilib. Mana. Kimda issiqlikni kechqurun +5, +8, +12 bermasa, limon cho'miltirishini qat'iyan taqiqlanadi aziz obunachilar. Chunki kechqurun muzlab qolishi mumkin. Mana aziz obunachilar. Tagi qismiga e'tibor qiling. Tag qismi o'zi suv bo'ldi mana. Ya'ni berilgan preparatlar o'zi me'yorida bo'ldi. Mana aziz obunachilar, bitta limonni beriladigan qishki ozuqasini men sizlarga o'zim qilib ko'rsatdim. 1000 marta gapirgandan 1 marta qilib ko'rsatgan ma'qul deyshadi. Shuni amalda mana sizlarga limonni stvoli mana tag qismi mana ochiq. Hosili bor hozir. Mana tag qismi sug'orilgan mana preparatlardan 8 xil, 9 xil preparatlardan mana berilgan. Ishlaringiz omad, dehqonchiliklaringiz baraka, agroteplik olami doim xizmatingizda bo'ladi. Kanalimiz rivoji uchun podpisatsiya bo'lishni,
Abreska xizmati bo'lsa, konsultatsiya xizmati bo'lsa, bemalol 99 161 92 40 nomerlariga murojaat qilaverasizlar. Biror mahsulotingiz bo'lsa ham reklamasini reklama qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qilasizlar, kelishilgan narxda bu narsani ham qilib beramiz. Ishlaringiz davom et, salomat bo'linglar, dehqonchiliklaringiz baraka.